Assalomu alaykum. Sizlar men Haloto 001 YouTube kanalı. Dostlar biz bugün O'zbekiston Andijonga keldik. Andijon Xonobod aka. Xonobodga keldik. Tashakkur. Almaty qog'ozdan Qo'rg'osonga keldik. Assalomu alaykum. Qanday kechasizmi? Qo'shqonlar kimdan aka? To'liq ma'lumot bersangiz, sotlovi. Qo'chqonlarni endi Qirg'izistondan nasl olgan olib kelganmiz uka, xudo xolasa qo'ylarga bu yil qo'shamiz. Sandan sapat qo'yibdi. Sandan sapatga, xudo xolasa qo'zlarini sotamiz-da endi. Qo'zlar sotlar. Bulardan endi nasl olaylik. 1-2 yil xudo xolasa. Shu Alato parodasini havas qilib Jallovatdan, Monnab do'stimdan, Abdumonnabdan, Tayloq akamdan olganmiz. Maşallah. Chorvachilikni rivojlantiryapmiz-da. 6 bosh ekan aka, bir arlab ko'rgazaylar. Ha, mayli. Ko'rgazay dostlar 6 bosh. Aka bunun ichine vaqt olam deganlar bo'lsa qanday bo'ladi aka? Bu sotilmaydi aka. Yo'q, bular sotmaymiz endi 1-2 yil qo'yoq. 1-2 yil qo'yamiz qo'yga. Atayin urg'algan olib keldik. Ha, urg'agani. Sandan sapat qo'ydi. Qo'zlarini sotamiz, xudo xolasa. Qo'zlarni sotarsa? Xudo xolasa. Xudo xolasa kuzda quvvat molni qo'yiladigan bular, ha? Ha. Nega dostlar? Kashtan qarasi bitdi. Qo'shqonlar o'ta so'nin. Aydangchi beriroq. Bosh quloqlari kelgan ekan, qarangizlar. Maşallah. Buni atayin tanda olib kelgan ekansiz aka, o'ltira. Qo'zimolda. Qo'zimahalida do'stimdan olganman. Tanlab bergan o'zi. O'zlar tanlab bergan. Ha. Xudo xolasa endi yaxshi niyatda olib kelganmiz. Yaxshi niyatda olib kelgansiz. Qo'ltaymaydi. Quyruqdan ham zo'rlarni tanlagan ekansiz aka. Quyruq boshlarini. Maşallah, qarangizlar, quyruqlaridagi o'ta yaxshi. Dostlar, like bosasiz, dostlar, men podpis qilib berishimiz. Alato paradasida qo'shqonlar buyursa O'zbekistonga da geri boshladi urug'ga. Aka bularning cho'moyishi, yemi bo'lishi qanday ekan aka, jeb etish aka? Bularni endi uka birinchi yilimi, xudo xolasa bir 4 yildan beri olib kelyapmiz. 4 yildan beri olib kelyapsiz. Shunga o'tyapmiz. Bular taroziga yaxshi kelar ekan. Taroziga yaxshi kelar ekan, solmoqda. Dumbalari ja katta bo'lib ketmaydi ekan. Bizda issiqda ko'p odam dumbasi katta ekan deb pretenziya qilyapti-da. Shunga bularda go'shtdorligi yaxshi ekan, go'shi yaxshi kelar ekan. Go'sht yaxshi ekan. Dumbasi osilmasdan go'sht ko'p bo'lar ekan. Shunga qiziqib 3-4 yildan beri olib kelib qo'yapman, har yil yangilab. Xudo xolasa yomon bo'lmadi, yaxshi. Qo'zlar zo'r tushyapti. Zo'r tushyapti. Shu bekitish qo'chqonlari 70 kilo, 75 kilogacha go'sht qilyapti uka. Tushqa. Ha, yo'q, go'shi. Ha, jivoy esa 120 kilo, 130 kilo ketyapti, tish buzgandan keyin. Yaxshi, yomon emas, xudo xolasa. Zo'r ekan. Ha. Endi yana ham rivojlantiraylik deyapmiz uka. Alatoning to'xtlari soltarni ham qo'shaylik degan maqsadlar bor ekan. Bor, xudo xolasa endi yo'llar jinday qiyinchilik bo'lib qoldi. Bo'lmasam olib kelib shu to'xlaridan ham bir ko'paytiramiz degan niyat bor. Yo'llar ochilib, bemalolchilik bo'lib qolsa, olib kelib ko'paytiramiz uka, xudo xolasa. Tog' toshqa qanday ekan ekan? Issiq sovuqqa, issiq sovuq qarasa, bizni iqlimga tushar ekanda bu. Yaxshi ekan, haliginaga chidamliligi yaxshi ekan. Chidamligi yaxshi. Bizda endi yaylov yo'q, adirda eplanamiz. Qardi deb. Yo'q, unaqasidan suv deb. Masala yo'q. Kasallikka ham chidamli, yaxshi. Xudo xolasa yaxshi ekan qo'ylar. Bu yilmi to'xti soltarni ham harakat qilib ko'ringizmi? Ha, xudo xolasa niyat bor. Yo'l ochilib qolsa-lar, olib kelamiz degan niyat bor ekan. Sandan sapatga o'tish kerak-a? O'tish kerak, albatta. Bu qancha qo'ya qo'yasiz aka? O'zingiz qancha tuvaringiz bor? Buni 300 ta sog'liqqa qo'yamiz. 300 tuvar sog'liq bor, xudo xolasa. Bular biz jaydari qo'yga o'xshab haliginaga 10 ta, 12 ta, oldin 20 tagacha bittadan qo'chqor qo'yar edik. Bular shu 50 tagacha bitta qo'chqorni hisoblab qo'yaverasan ekan. Bular quvti ham zo'r ekan. Zo'r ekan? Ha, quvti ham zo'r ekan. Keyin
Soğluqları ham uje chatishib 3-4 yildan beri qo'yyapmiz dedim-ku. So'luqlari ham yelini sutli bo'lar ekan, keyin bolani ham yaxshi boqar ekan. Bolani yaxshi boqar ekan. Bolani yaxshi boqar ekan. Yunlari o'zi to'kilar ekan. Ja buni qirqish ham shart emas shekilli. Endi olamiz baribir, iloji yo'q. Biz eski qo'ylar endi jun uchun bo'lgan oldin esir mahallada junlari osilib, hurpayib, bu yaylov yo'q, adir zonasi tikan bosib, qo'ydi semirish qiyinlashib, shunaqa bo'layotdi-da. Endi bular boshqa paroda ekan, xudo xolasa yaxshi, menga yoqdi, shuni qilyapman. Bu natija bermasa qilmas edik. 3-4 yil bo'ldi bunga o'tayotganimizga, xudo xolasa 100% o'tamiz endi. Bu Alato'g'o qiziqqanlarga ne deysanmi? Endi qiziqqanlarga hammasiga tavsiya qilish kerak, buni ishlash kerak, boqib ko'rish kerak. Praktika yuzida ko'rish kerak, ha? Ya albatta-da, uka, buni boqmasa bo'lmaydi, boqib ko'rish kerak. Qo'yda baraka bor, xudo xolasa. Qo'yda baraka bor. Qo'y boqqan odam kam bo'lmaydi, uka. Shuncha yildan beri boqyapmiz, kam bo'lmadik. Qo'yimizga Alloh baraka bersin, aka. Rahmat, uka. Qo'yimiz yaxshi to'llarda olib, sandan sapatga to'yringiz, aka. Rahmat, uka. Emas, buning ichidan qiziqqanlar bo'lsa, sot deganlar bo'lsa qanday bo'ladi, aka? Yo'q, buni o'zi urug'lik kap kelganmiz, uka. Bu oz, buni sota olmaymiz, to'g'risi gap. Buni sota olmaymiz. Sotqadagi bor, ha, o'zingiz. Ha, oldin kelganlari bor. Oldin kelganlar bor, ha. 3-4 yil oldin kelganlari bor. Ularni qo'yib bo'ldik, ishlatdik, qo'zilari zo'r tushdi. Bir ikkita sotdik ham. Olib ketganlar ham rahmat aytdi. Bor. 5-6 ta yana eskilari bor. Ularni qo'yib ishlatib bo'lganmiz, buni almashtirmasak to'g'ri kelmay qoladi. Shunga 2 yilda almashtirib o'tasiz. Ha, 2 yilda bir almashtirilyapti-da bu. Telefon nomer qo'yib qo'yamiz, aka. Mayli. Telefon nomer qo'yib qo'yamiz. Sotilib turgan qo'zilar bo'lsa, ha, qo'zilar bor. Sizga memaga chiqaveradi, ha, baylashga chiqaveradi. Bir oyda yana qo'zisini bo'lamiz qo'zilarni. Sotiladi hammasi, aka. Mashallah. Yaxshi. Uni kuzda ham qo'shqora qo'yayotganda bir tartib ketaverasan, aka. Xudo xolasa, ha, tortib kelib, uka aylanib, mashetni ko'rib ketasan-da endi biz tomonlarda ham. Sharabangizga Alloh baraka bersin, aka. Rahmat, uka. Aytganing kelsin. Aka, jo'shliqlari qanday ekan, aka? Jo'sh bu? Yuvosh, keyin xo'raligi zo'r ekan. Qora ekan? Xo'ra, o'ta biz. Ne salsang yeyveradi. Ha, bu qo'ylar nima salsang yeyveradi, xo'ra ekan. Ashar yoqdi menga. Ne salsang yeyveradi deyapsiz. Qarama ishtahani. Xo'raligi yoqdi. Bu Qo'chqorda o'zingiz tanlab oldingizmi, yo tanlab berdi aka? Qanday bo'ldi? Endi maslahat bo'ladi-da u yerda ham, uka. Maslahat bo'ldi. Do'stim bor, Abdumonnop degan. Men u deyman, u bu deydi, o'rtada kelishamiz. Do'stim yomon narsa tavsiya qilmaydi, Xudoga shukr. Tayloq degan bir ukasi bor, juda sinchi bola. Ukam ishonaman. Shu bolaga doim aytaman, tanlab beraver uka o'zing deyman, berganini olaman. Endi meni ham ko'nglimga birekda yoqib qolsa olaman, ha, shunaqa. Rezultat yaxshi, yomon bo'lmaydi. Rezultat zo'r, ha? Rezultat zo'r, xudo xolasa. Rezultat yaxshi. Aka do'stlar. Arasdan birovni qirmadik, kashtan svetda. Boylar 90 üstü ekanda aka, o'lchab ko'ryapsizmi? Yo'q, o'lchamadik. 90 üstü bo'lsa kerak. 90 üstü. Tish charpib Endi tish yoryapti. Shem jarohat ekan. Jundori. Toza. O jonivor. Aka do'stlar. O'zi tulib o'tayotganda aka. Ha, o'zi tulayapti. O'zi tulib o'tadi ekan. Qo'yavering-chi bir. Ha, mashallah. Maşallah. Qo'chqorlarimiz zo'rlar shu yerda ekan do'stlar. Boylari 90dan 95 gachayin ekan. 90dan 95 gachayin. Ha. Kaç tane var?